Muddatiy to'lovlarning to'lovlar qismi bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda bu yoqda qaysi mijozdan qaysi рассрочка uchun nechta to'lov kelgan bo'lsa, umumiy hamma summasini ko'rishimiz mumkin. Bu to'lovni ko'rish uchun biz avvalambor muddatiy to'lovga to'lov qabul qilib ko'ramiz. Birinchi navbatda bizda aktiv turgan рассрочкаga kiramiz va bittasiga to'lov qabul qilamiz. To'lov qabul qilish uchun to'lovlar grafiki yoki to'lovlar tarixiga o'tadigan bo'lsak, to'lov qabul qilish tugmasi bor. Shuni bosib turib, biz shu mijozga to'lov qabul qilishimiz mumkin. Mijozni turi tanlangan, ism familiyasi bo'yicha va mijozni o'ziga. Agar kafil biriktirgan bo'lsa, bu yoqda kafil tanlaydigan bo'lsak, mijoz emas, kafil deb chiqarib beradi bizga. Ikkinchisi, filial bo'yicha. Agar bizda ko'proq filial bo'lgan bo'lsa, mijoz qaysi filialga kelib to'lov qilib ketganligini aniqlash uchun filial tanlab qo'shishimiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, to'lov turi. To'lov turi biz qo'shib olgandik, karta orqali yoki naqd deb. Mana shu qismida foydalanib ketsak bo'ladi. Mijoz bizda naqd to'laydigan bo'lsa, naqd ko'rinishini tasdiqlaymiz. Agar karta orqali bo'lsa, karta orqalini belgilab qo'ysak bo'ladi. Bu bizga hisobot yuritishimiz uchun kerak bo'ladi va biz mijoz olib kelib to'lagan to'lov summasini kirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 1 million so'm to'lov qildi. Qo'shish tugmasini bosadigan bo'lsak, mijozga 1 million so'm to'landi va 300 ming so'm qarzi qoldi. To'lovlar tarixiga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda bizga ko'rsatib turibdi, qaysi admin bo'yicha qabul qilingani, tranzaksiya raqami, to'lov miqdori, to'lov vaqti va to'lov turi. Agar bizda avtospitsen orqali kartasidan yoki PNFL orqali topilgan kartadan pul yechadigan bo'lsak, bu qismida bizga kartasining raqami ko'rinib turgan bo'lardi. Ko'radigan bo'lsak, bu yoqda to'lovga oid ma'lumotlar bor. Agar to'lov xato qabul qilingan bo'lsa, tranzaksiyani bekor qilishni bosishimiz mumkin. Undan tashqari biz bu yoqni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. To'langan to'lov uchun kvitantsiyani yuklab olamiz va buni o'zini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizga mana bu ko'rinishda kvitansiya chiqarib beradi. Nechta to'lov summasi to'landi va jam qarzdorligi necha bo'ldi. Endi to'lovlar bo'yicha ko'radigan bo'lsak, ichiga kirganimizda рассрочкаning o'ziga ham to'lovlarni ko'rsatadi va bizga to'lovlar qismiga o'tadigan bo'lsak, umumiy to'lov qismini ham ko'rsatib turadi. Bu yoqda filial bo'yicha mijozning o'zi, ism familiyasi, qaysi рассрочкаga to'landi, nechta summa to'langani, to'lov vaqti va to'lov turi bor bu yoqda. Undan tashqari bizga kerak bo'lgan statistikalar bor bu yoqda. Atmis karta bilan qancha ishlangan yoki naqd pulda qancha to'lov qabul qilganmiz, shu bo'yicha hamma ma'lumotlarni ko'rib borsak bo'ladi. Bu to'lovlarning statistika qismida.